Ko'pchilik, aziz mehmonlar, sizlar bilan bugun shu Xilam Xudoberdi efendimninki tug'ilganligining 100 yilligi hisobida o'tkazilgan bu konferensiyada birga bo'lganligim uchun o'zimni nihoyatda baxtli his qilaman. Benim ko'z oldimda hozir ekranda ko'rinayotgan ko'pincha kishilarning yuzlari men uchun nihoyat tanishliq. Bazılarına benim dostum bevosita. Bazılarını gizli yüzlerden, Uyghur avazı gizlerden görüp durgan, yoki so'zlagan ovozlarini anglagan, bazılar bilan bevosita tanish, bazılarını bilan bugun tunji qatim yuz ko'rishyapman bu ekranda. Aralığımız gerçi 7-8 bin kilometr bo'lsa-mu, okeanlar aramızda ayırıp turgan bo'lsa-mu, lekin bu internetten ibaret texnologiya bugungi kunda bizni xuddi bir uydagidek holatga keltirdi. Albatta, shunday texnologiyani ijod qilgan ijodkorlarga rahmat aytamiz. Men ham bugun o'zimni bir baxtli his qiladigan bir ish bor, u nima deganda, shu Uyg'ur xalqining hayotida, Uyg'ur xalqining 20-asr tarixida o'tgan mashhur bo'lgan shaxs. Gerçi o'zi u O'rta Osiyoda, ya'ni Markaziy Osiyoda, yani Uyg'urlarninki bunday qilganda ona vatanininki sirtidagi yana bir ona vatanda tug'ilib o'sgan, shu joyda o'sib yetilgan, shu joyda bir davlat arbobi bo'lib yetishgan, ammo yanala butun umrini, butun hayotini faqat bir nuqtaga Uyg'ur xalqining siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniyat gullanish hayotiga bag'ishlagan shu kishini Xilam Xudoberdi efendimni aslash sizlar bilan birlikda fursatga erishganim men uchun cho'ng xo'shallik. Aslida o'zimning umumiy so'zlamoqchi bo'lgan temamdan ozroq yana qo'shib qo'ydiganim, Xilam Xudoberdi akini men shu Beijingda o'qib yurgan 80-yillardagi vaqtimda Sovetninki gazetlaridan, ruscha gazetlardan u odam haqida uchirib ko'rgan. 90-yillarda Qozog'istonda chiqadigan bu kommunizm to'g'ri gazeti orqali Xilam Xudoberdiyev deydigan bundaq bir mashhur kishining borligini bilgan edim. Mana endi keyingi vaqtda u kishining hayoti haqida izlandim. 2004-yilda men shu Erkin Osiyo radiosining 2003-yilda maxsus Xilam Xudoberdi akini shu Washingtondan telefon qilib, ziyorat qilib, uzun bir programma ishlagan, o'z hayot faoliyatlarini so'zlab bergan Erkin Osiyo radiosining shu vaqtda biz dunyoga anglatgan. O kişinin ovozlari xotirasi menda hozirgacha saqlanibdi, nurg'un aslimalari. Keyin o'zining aslimisini evatib berdi, u aslimisini o'qib chiqdim. Undan ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Bu kishining hayot faoliyatlaridan nihoyatda bir ta'sirlandim. Endi men o'zimning naq temamga kelsam, Xilam Xudoberdiyev bayatan Shoirdan efendim nihoyatda yaxshi so'zlab o'tdi, tafsili so'zlar qanday bir ulug' inson ekanligi, hayot faoliyatlari haqida umumlashtirib bir yaxshi bir ma'lumotlarni berdi. Mening uchun Xilam Xudoberdiyevning hayotining eng muhim bir qismi 20-asr Uyg'urlar tarixida, 20-asr Markaziy Osiyo xalqlari tarixida intayin muhim bir davr bo'lgan 1944-yildan 1949-yilgacha davomlashgan Sharq Turkiston milliy ozodlik inqilobi. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, hatto Sharq Turkiston shu vaqtdagi Uyg'urlar diyorida yashovchi boshqa Mo'g'ul, Shiva, hatto Rus va boshqa millatlar qatnashgan. Shu inqilobga qatnashib, shu inqilobda Sovet ittifoqining Moskvaning bevosita vakili sifatida shu inqilobning rahbarlaridan Ahmadjon Qosimiy, Sharq Turkiston milliy armiyasining qo'mondoni general Isoqbek Munonovning yanida maslahatchi bo'lib ishlagan, ittifoq tashkilotida maslahatchi bo'lib ishlagan, Olg'a gazetida muharrirning maslahatchisi bo'lib ishlagan, nihoyatda muhim bir bo'lgan shu davr hayoti men uchun nihoyatda bir muhim bir bosqich deb qarayman. Shu men bugun sizlarga so'zlaydiganim Xilam Xudoberdiyevninki hayotidagi mushu bosqich. Mening tushunishimcha, Xilam Xudoberdiyev o'z hayotidagi mushu bosqichni, mush 2 yillik hayotni butun hayotining bir eng yorqin bir bosqichi deb qaragan. Shundaq deb hisoblagan. Bu o'zining aslimisidan alayid asiltidi shuni.
Bundaqda Xilam Xudaberdiyev qandaq bo'lib Sharq Turkistonga shu vaqtdagi Sharq Turkiston inqilobiga Sovet ittifoqi tarafdan maslahatchi bir xodim sifatida evatildi. Aldılan bu şahta bir sözlep ötey. Hamdi hammanlarga ko'pinchalarga ma'lum. Bu 20. asrning 30 yillarda bu Uyg'urlar diyorida, ya'ni hozirgi Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atgan Uyg'urlar Sharq Turkiston va yoki ba'zilar Uyg'uriston deydi deb atayotgan mushu tuproqda keng ko'lamli milliy ozodlik inqilobi yuz berdi. Ammo 1933 yıllarda Sovetlar İttifakı Stalin hükümeti şu vaqtdagi OGP deymiz, o vaqtda NKVD yo'q, keyin NKVD bo'ldi. Bu organlar bu joydagi bu inqilobning o'zlari uchun bir ziyonliq ekanligidan isbot berganligi uchun buningga shu vaqtdagi jahongirlar aralashib bu Sovet ittifoqining O'rta Osiyosiga ta'sir ko'rsatdi degan ma'lumotlarni berganligi uchun oxirgi hisobda o inqilobni qo'llamay shu vaqtdagi Manjuriyelik, yani Xitaylar Dongbey deydi, Şarkı Şimallık Xitay militarisi Şin Sisay'ını qo'llab, oxirida bu ülkede şunun hakimiyetini turg'izib, Xo'janiyaz Hacim bu boshchilik inqilobchini ularga hamkorlashtirib, Sovetparast bir o'lka, yani Sovet ittifoqining kontrolligidagi bir Xinjiang o'lkasini barpo qildi. Ama Sovet ittifoqi hukumati bu joyda o'zining savdo, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy manfaatlarini tiklagan bo'lsa-mu, ammo 41 yılda Sovet-German urushining portlashi, ya'ni O'rta Osiyoda, ya'ni Sovetlar ittifoqida atilayotgan shu ulug' vatan urushining portlashi bilan Ikkinchi dunyo urushining bu Şin Sisay Sovet ittifoqidan yuz o'rib, vaqtida Xitoy markaziy Gomindan hokimiyati bu joyga kirolmagan, bu joyni kontrolli ostiga olmagan. Uning qo'yniga yetib Stalindan yuz o'rdi. Stalin uchun shunchalik Stalin yulab turg'izgan hokimiyat oxirgi hisobda unga qarshi to'g'rildi. Sovet hükümeti bu joyda Uyg'ur qatorliq qozoq va boshqa xalqlarning milliy ozodlik harakatini qo'llash qarori keldi. Bu o'zi nihoyat mustabil bir vahshiy bir inson bo'lganligi uchun u shu vaqtdagi butun yerli xalqlarning, hatto o'z ba'zi Xitoylarni bor, yerli xalqlarning ziyolilarini, bilimdorlarini, diniy olimlarini, savdogarlarini keng ko'lamli tutqun qildi, keng ko'lamli turmalarga soldi. O çağda Uygur, Kazak, Kırgız deb ayrılmadı. Hemmisi o'xshash, taqdiri o'xshash bo'ldi. Hatto Ruslar, Mo'ng'ullar hammasining taqdiri o'xshash bo'ldi. Ularda bir xil qarshiliklar shakllanadi. Qozoqlarning qarshiliklari shakllandi. Osman Batur va boshqalarning, Uyg'urlarning qarshiliklari shakllandi. Mo'ng'ullarning shakllandi. Hatto Ruslarning ko'chib kelgan Chor podshohning ofitserlari ularning o'zlari uchun ishlatib, oxirgi hisobda ularga ziyonkashlik qilganligi uchun ularmi bu inqilobga qatnashdi. Mana shu vaqtda Sovet hukumati qaytadan 1943 yılı 5 may kunida siyosiy buyruq, bütün ittifoq bolsheviklarining Komünistlar Partiyasi Markaziy komiteti siyosiy buyruq qaror qabul qilib, bu joydagi milliy ozodlik inqilobini qo'llash, yordam berishni bekitdi. Shundan bilan bu xizmatlarni shu vaqtdagi Sovet ittifoqi NKVD, ya'ni shu vaqtda Lavrent Beriya boshchiligidagi ham Davlat bexatarlik komiteti, ya'ni Merkulov boshchiligidagi shu organga topshirgandan keyin bular bu joylarda harakatlana boshladi. Lekin uning oldida xalq, yerli xalq o'zi qo'zg'alib bo'lgan, bu yerda tayyor bo'lib bo'lganda bu. Oxirgi hisobda 1944 yili 4-oylarga kelgan chog'da ozodlik tashkiloti qurildi. 7-oylarga kelgan chog'da Nilq tog'larida bu G'ani Batur, qozoqlardan Akbar Batur, Seyit Baturlar, tatarlardan Fath Baturlar, Muslimov, Hamid, Osman, Nurum qatorliqlarning boshchiligida qo'zg'olon portlatildi. Bu qo'zg'olonlar kengayib Nilqini oldi. Ozodlik tashkiloti G'uljida keng ko'lamli tashkiliy faoliyatlarni olib bordi. Buning ichida Boyatni Shoyimerdan akib asıltib o'tdi. 12 a'zodan tashkillangan ozodlik tashkilotining roli nihoyat zo'r bo'ldi. Abdurauf Mahsum, Ilhon To'ra, Qosimjon Qambari va Zunun Tiyipov deymiz, Rahimjon Sabiraji, bularning ko'p hammasi bir-birlab sanoqsaq bu yerda ko'p. 11 ayının 7 günü 44 yıl G'ulji qo'zg'oloni portlashi bilan shundan bilan qisqa vaqtning ichida G'ulji ozod qilinib 44 yıl 12 noyabr kuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurildi. Qurilib uzun o'tmay bir oylardan keyin Sovet ittifoqi xalq ichki ishlar komissariyati NKVD
şu vaqtdagi Beriyaning o'rinlashtirishi bo'yicha, Stalinninki o'rinlashtirishi bo'yicha birinchi qadamda bu NKVD'ninki ikkinchi boshqarmasining boshlig'i bo'lgan general mayor bu Yignarovninki, Vladimir Stepanovich Yignarovninki boshchiligida alayida harakat guruhi qurilib, 5 kishidan tashkillangan. Buning ichida Sovet Ittifoqi qahramoni Nikolay Prokopyuk bor, u shu vaqtdagi. Anakin Peter Shibayev degani bor, u polkovnik va undan boshqa yana odamlardan tashkillangan. Anakin 4-chi boshqarma boshlig'i bu Aleksandr Ivanovich Lanfan. Bularning boshchiligidagi guruh qo'lchiga kelib, Sharq Turkiston Cumhuriyetiga harbiy maslahatchilikni boshladi. Harbiy siyosiy maslahatchilik. Onun için bu aralıkta Sovet İttifakı hükümeti hiç kandak harbiy yardımlarını ivetmegen. Halk galba kazanıp asası iş bitkendiğin için Sovet Stalin hükümeti demek bular yardım versek bulu diken özümüzün siyasi stratejilerimizini amalga oshirishda bular paydalıkken de qarab resmi yardımlarını başladı. Mana bu faktlarni rahmetlik Abdurauf Mahsum İbrahim'i bana özünün 7-8 saatligen intervyularda tepside sözlep bergen. Generallarının kaçan kelgen. Bu mening Sovet arxiv dokumentlari bo'yicha da'vatim. 90-yillardan keyin nurg'un arxivlar ochildi. Bir qism arxivlardan Valeriy bu professor Barmin foydalanib buni pash qildi. Keyin yana bir qismlar pash qildi. Yana bir qism arxivlar hozir bu Amerikadagi Woodrow Wilson markazi tarafidan e'lon qilinayotdi. Shunga o'xshash nurg'un materiallar ko'rsatdiki, bunga Sovet Ittifoqi shu vaqtda qo'l tiqqan. Albatta bu Sovet Ittifoqining shu vaqtda o'z davlat siyosiy manfaati uchun bo'lgan ishlardi bularning hammasi. Ammo yana bir yoqdan olganda har qanday bir davlat o'z siyosiy manfaatlari, o'z strategik planlari bo'yicha manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ydi. Dunyoda o'z manfaatini birinchi o'ringa qo'ymaydigan davlat bo'lmaydi, albatta. Shu planlar bo'yicha bu ishlarni qildi. Mana shu birinchi turkumda bu Sharq Turkiston Cumhuriyetiga Sovet Ittifoqi hukumati keng ko'lamda harbiy siyosiy maslahatchilarni evatishga boshladi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining hamma organlariga Ma'rif nazorati, Sayya nazorati, Adliya ministrligi hammasiga vakillarni evatdi. Qiziq yeri Sovet Ittifoqi hukumati harbiy maslahatchilarning ko'pinchisi shu vaqtda ruslardan tashkillangan bo'lsa, asosligi bu ma'muriy maslahatchilarga yerlik xalqlardan, O'rta Osiyo xalqlaridan evatdi. Masalan, bu jihatda Sovet Ittifoqi Uyg'urlarining shu vaqtdagi Sovet Uyg'urlarining roli nihoyatda zo'r bo'ldi. Sovet Ittifoqi hukumati bu maslahatchilarni evatishda Sovet Ittifoqidagi bu Uyg'urlardan nihoyatda yaxshi foydalandi. O'zbek, qozoq va boshqalardan bo'libmi Uyg'urlardan. Ham bu ishlarni shu vaqtda O'zbekiston Kommunistlar partiyasining birinchi sekretari Osmon Yusupovni, Qirg'izistonda bo'lsa, Qirg'iziston bu ministrlar kabinetining oliy sovutining boshlig'i bu yana bir qirg'iz kishi hozir damalliq unutib qolibdimi? Shu kishini andin Kommunistlar partiyasining birinchi sekretari Vagov degan odam bo'lgan. Qozog'istonda bo'lsa, Jumabay Shayahmetov, shu vaqtdagi Kommunistlar partiyasining birinchi sekretari qozoq. Shu kishilarni ayrim-ayrim mas'ul qilgan bu Sharq Turkiston inqilobi bilan munosabat ishlarga. Hammasi o'z doirasi bo'yicha odamlar evatgan. Shu NKVD organlari Sovet Ittifoqi tarafdan O'rta Osiyo, Qirg'iziston, bu Istiqbol bo'yida, Sapa, bu Naren, Gulchi degan joylarda, ham Toshkentning bu Kirchix rayonida, ham Qozog'iston tavasida ilgari keyin 5 guruh tashkillagan 590 kishilik. Bularning mutlaq ko'p qismi shu Uyg'urlar Sharqiy Turkistondan qochib qolgan yoshlar, Uyg'urlar, qozoqlar va boshqalarni asos qilgan ham yerlik millatlardan tashkillangan Qirg'iz. Bu arxivlar keyin pash bo'ldi. Ularni 45-yilning 1-yidan 12-yilning oxiridan boshlab bir-birlab evatishga boshladi. Evatgandan bir 600 yetmagan odam. Ammo yerlik xalqlar mana shu inqilobda o'zlari asosiy g'alabani qo'lga keltirib bo'lgan bu vaqtda. Keyingi vaqtlarda bir qism tarixchilar bir qism asarlarni yozdi. Balki shu vaqtdagi bu sovetlarning rolini haddidan ziyod oshirib o'tgan. Balki rus bir xil ideologiyasi bo'yicha ba'zi narsalarni haddidan ziyod oshirib o'tgan tarafi bor. Xuddi hamma ishlar qilgandagidek, amaliyot unday emas. Amaliyotda yerlik xalqlar o'z milliy ozodligiga, o'z hurligi ko'rishiga allburun otlanib bular o'zini o'zi ozod qiladigan sharoitdan yaratib bo'lgan. Endi Sovet Ittifoqi demak 1945-yil 1-12 oyning oxirisidan 45-yil 46-yil 6 oyning oxirisigacha bitim tuzilguchi bo'lgan mezgilda birinchi turkumda ko'p sonda maslahatchilarni evatdi.
Şu məsləhətçilərin içində hərbi məsləhətçilər var, komandirlər var, Uyğurlardan, yana başqa millətlər var əlbəttə. Məmur məsləhətçilər var. Bunların köpüncüsü Qazaxıstanlıq, Özbəkistanlıq Uyğurlardır. Məsələn, Elxan Törünün yanına prezident məhkəməsində baş məsləhətçi sifatida Özbekistanlıq Taşkentlik Muhsin Abdullin degan Uyğur kishini evatgan. O məsələ o'sha Qozog'iston tavasilik Uyğur Muhsin Abdullin degan kishi Alixon To'raga maslahatchi bosh. Ondan keyin bu harbiy ishlar idorasiga Ahmadjon Qosimiy harbiy ishlar idorasining boshlig'i uningga Said Ahmad Umarov degan kishini evatgan. Said Ahmad Umarovni o'sha oranglardagilaringlar izlasanglar topa olasizlar, u odam nada o'lib ketganligini bila olasizlar. Balkim hayot bir qismlaringlar ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ama o kişiler ömürde yaşıyorgan özlerinin neye bağlılığını. Amerikan Teşviqat Nazaretiga Mehmanov degan kishini evatgan, o Qozog'istonlik Uyg'ur. Ma'rif nazoratiga Abdullayev degan kishini evatgan. Yana O'zbekistonlik Uyg'urlardan Jafar Damulla degan kishini diniy nazoratga. Shunga o'xshash ham o'rinda birdan maslahatchilar bo'lgan. Bu birinchi turkumdagi maslahatchilar. Shuning ichida Mirzagul Nasirov bor. Harbiy maslahatchi Mirzagul Nasirov o şu vaqtdagi Sharq Turkiston Milliy armiyasi ayrim at batalyonining divizion deymiz, o'shaning komandiri bo'lib, Aqsularga evatib, Aqsu urush maydonlarida bo'lgan nayti mashhur bir kishi. Hozirgacha bu Uyg'urlar diyorida yezilayotgan bu kitoblarda o kishining hammasidagidek o kishini eslaydi Mirzagul Nasirov. Said Ahmad Umarov bor. Ondan boshqa yana bu Aqsu urush maydonlariga evatgan Ibragimov degan kishi bo'lgan, o İslam'ın çoğun Aqsu'da yaşap ötken o kişi. Şuna o'xshash nurg'un kishilar evatilgan. Bu birinchi turkum. Ammo 46-yili bu Xitoy markaziy hukumati bilan Sharq Turkiston hukumati orasida bitim bo'lgandan keyin bitim bo'yicha Sovet hukumatining bu besim bilan o'tirib tushishi bilan bo'lgan ish, yarashtirishi bilan oxiri Sovet ittifoqidan kelgan butun maslahatchilar hammasi qaytib ketdi. General Ignorov boshchiligidagi alohida harakat guruhi qaytdi. Ve ondan başka barlıq nazoratlardagi Muhsin Abdullindan tortib harbiy vakillar hammasi komandirlar, ofitserlar qo'shindagi keyin evatilgan hammasi qaytib ketib Ahmadjon Qosimiy vakilligida Şinjan shu vaqtdagi o'lkalik birlashma hukumat qurilib, bu 1 yilda mavjud bo'ldi. Endi 1947-yilga kelgan chaqda bu 7-oyda birlashma hukumat buzildi. Birlashma hukumat buzilib, Xitoy taraf birlashma hukumat tuzilgan bu 11 moddalik tinchlik bitim moddalarini buzdi. Buzgandan keyin Ahmadjon Qosimiy boshchiligidagi Sharq Turkiston Jumhuriyatidan qatnashgan birlashma hukumatdagi bu vakillar hammasi G'o'lja qaytib ketib, shuning bilan qaytadan Sharq Turkiston Jumhuriyati bilan Xitoy markaziy hukumati, Gomindan hukumati deymiz, shu vaqt hokimiyati bilan Manas daryosi bo'yida qaytadan yana qarshilik ikki taraf qo'shinlari bir-biri bilan urush holatiga o'tdi. Mana shu urush holatiga o'tgandan keyin 1947-yili 9-oyga kelganda Sovet ittifoqi Kommunistlar partiyasi siyosiy byurosi yana bir qatam yig'ildi. Yana bir qatam yig'in echib, hamdiki bu milliy ozodlik inqilobini qaytadan qo'llamasak bo'lmaydi deb, shuning bilan shu qaror bo'yicha bu 1947-yili 10-sentabr kuni. 10-sentabr kunidagi bu qaror bo'yicha Sharq Turkistonga milliy armiyasiga zo'r sonda qurollar, o'q-dorilarni berish, hatto buning ichida minomyot deymiz va undan boshqa 9 ming dona miltiq va 300 necha pulemyotlar har turli bu. Shularni berish, milliy armiyani qaytadan qurollantirish deydigan shu qarorlar bor. Shuning bo'yicha andin bu O'zbekistondan 13 nafar şu vaqtdagi Sovet İttifoqi Kommunistlar partiyasi markaziy komiteti qaraydigan shu ijtimoiy uchur komiteti deydigan bir o'rin bo'lgan. Shu komitetning boshlig'i Fedotov degan odam bo'lgan. Bu Fedotov degan odamning o'rinlashtirishi bo'yicha Molotovdan so'raydi. Shu bo'yicha biz O'zbekistondan qaytadan odam evasak, shu yerlik xalqlarning tilini bildigan degandan keyin ular qo'shilganda shu O'zbekistonda bu Osman Yusupovga vazifani yuklaydi. Şu vaqtda 13 odamni bu G'o'ljaga evatib, evatilgan qurol-yarog'larni qanday o'rinlashtiryotdi, bularning ahvoli qanday, shunga maslahatchilik qilishga 13 odam evatganda, shuning ichida 12 nafar o'zbek, bir Uyg'ur, mana bu Xilam Xudoberdiyev tanlanib Sharq Turkistonga bordi.
Bu nuqtani Xilam Xudoberdiyev o'z aslimizda asıltib o'tdi. Osman Yusupov o'zi qabul qilib, sizlar shu Uyg'uristonga borsizlar, o'z vataningizga borsizlar, o'z vataningizga borsan deb bu odam shu vazifani topshirgan. Shu bo'yicha kelgan, demak, u kishining 1947-yil 9-oyning o'ttirlarida Sharqiy Turkiston Cumhuriyetiga shu vaqtdagi G'uljiga kelib, G'uljida boshda Sharqiy Turkiston Milliy armiyasining bosh qo'mondonlik shtabida general-leytenant bosh qo'mondon Isahbek Mo'minovninki yanida maslahatchi bo'lib, shtabda maslahatchi. Chunki bu vaqtda Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi bosh qo'mondonlik shtabidagi bosh maslahatchilarning hammasi 46-yilda ketib bo'lgan. Ikkinchi turkumda bular keldi. Bu odam o'ziga Ilahun degan ismni qo'llanib, Ilahun degan nim bilan u vaqtda o Sovet armiyasiningki starshий leytenant bu odamning unvoni asli. Urushdan chiqqan chog'da. Sharqiy Turkiston Milliy armiyasi unga mayorlik unvoni berdi. Mayor pogoni bilan shtabda maslahatchilik qildi. Undan uzun o'tmay uni Azad nishonliq 2-polkka, piyodalar atquchilar polki, uningga Aytugan Yunuchining komandirligidagi shuningga evatidi. Shuning endi turib bu Yansxay qatorliq oldingi saflarda bir mezgil turib, bu harbiy tartibga selish, harbiy mashq va boshqa ishlar bilan bir mezgil turdi japolik. Qilgandan keyin 1948-yil 8-oyda Ahmedjon Qosimiy boshchiligida G'uljida Şinjan'da tinchlikni, demokratiyani qo'g'dash ittifoqi deydigan bir partiya shaklidagi bir ittifoq qurildi. Bu tashkilot amaliyotda butun Sharqiy Turkistonni ozod qilish, butun Şinjanni ozod qilishni nishon qilgan, shu inqiloblarga rahbarlik qiladigan bir siyosiy partiya rahbarligidagi bir urug'. U vaqtda Kommunistlar partiyasi quraydi desa bo'lmaydi. Sovet hukumat onun qo'shilmagan siyosiy buyruğunun u vaqtida hamma ishga yana qo'l tiqiliq. Ular taklif bergan. Taklif bo'yicha buni qurgandan keyin Xilam Xudoberdiyev mana mushu ittifoq tashkilotida qatnashib Ahmedjon Qosimiyning yanida maslahatchi bo'lib ishlaydi. Ana keyin olg'i gazet chiqdi, bu gazet, u gazetda bosh muharrir bo'lib ishlaydi. Ana u chog'da G'uljida Inqilobiy Sharq Turkiston gazeti chiqadi. Bu gazetga bir mezgil kelib, gazetning bu zamonaviylashtirish ishlariga ba'zi maslahatlarni bergan. Bu vaqtda Munir Yerzin aka yaqinda vafot bo'ldi. Mana bu vaqtda ko'p so'zlab bergan. Munir Yerzin aka ko'p suhbatlash bo'lgan. Shuna o'xshash bu Sharq Turkistonning bu 48-yildan yoki 49-yil 7-oylarda ketkichi bo'lgan oraliqdagi barliq bu siyosiy, madaniyat, iqtisod va boshqa ishlarga, keng ko'lamda harbiy ishlarga bu aralashadi. Yani şu vaqtda general Ahmedjon Qosimiy, general Isahbek, Abdukarim Abbasov, Rahimjon Sabraji va ondan boshqa armiya komandirlaridan hammasidek Ziyo Samadiy shular bilan yaqin hamkorliklarda bo'ldi. Bu endi shu vaqtning o'zida, ya'ni ikkinchi turkumda Xilam Xudoberdiyevdan boshqa yana Hasanov deymiz, ya'ni boshqa Uyg'ur ofitserlarni kelib har qaysi qismlarda yana maslahatchi bo'lgan. Heliqi generallar, general Ignarovlar Turkmeniston SSR'ninki ichki ishlar ministri bo'lganda u kishini 47-yil 9-oyda qaytadan bu chaqirib akilib Fedotovning o'rinlashtirishi bo'yicha Beriya vaqtida u chaqda Beriya emas, u chaqda Kruglov boshqargan ishni. Vaqtida u chaqda MVD deymiz, NKVD emas. U kishi boshqardi. Shuni o'rinlashtirishi bo'yicha anakin Abakumov bilan Abakumov qaror qildi bu qarorni. Shu bo'yicha bu general Ignarov boshchiligidagi bu guruhni qaytadan G'uljiga evatdi. Bular ikkinchi qatimda bu harbiy maslahatchilar G'uljida turmay, Qo'rg'as chegarasida o'ltirib, Qo'rg'asda turib bu ishlarga aralashadi. O'sha Osmonning isyonini bostirish va boshqa ishlarning hammasida shular orqada turib qilgan. Ammo bu oraliqda bu Xilam Xudoberdiyevlar bevosita ular bilan aloqa. Shunga Xilam Xudoberdiyev o'z aslimizning davomida Osmon Yusupovning o'zini uzitish oldida shu general Ignarovning buyrug'iga shartsiz bo'ysunishlar deb o'rinlashtirganligini o'zim eslatib o'tgan. Demak, bularning hammasi 1949-yil 8-oyda bu Ahmedjon Qosimiy qatorliqlar Bejingga siyosiy maslahat kengashining yig'iniga boradi deb 22-avgust kuni G'uljidan ayrilib, Olmaotaga kelgandan keyingi tragediyalar men so'zlamasammi bu keng odamlarga ayrim masalalar, buni ayrim tema, buni to'xtalmaymiz albatta bu yerda. Shular menishning oldida bu G'uljida yana vaqtida maxfiy general Isahbekning endi Aleksandr Ivanovich deymiz, Aqbash taxallusliq general yana shu yerda turadi. Bular hammasi Ahmedjonlar G'uljiga menishning Olmaotaga menishning oldida
Mana muşular hammasi Xilam Xudoberdiyev aka va boshqa Qorg'osdagi general Yegnarov, Shibayev deganlar qaytib kelgan bularning hammasi qaytadan Moskvaga qaytib ketadi, keyin andan voqealar yuz beradi, bu ishlar tugaydi. Bu aralıqda bu 49-yil 6 ayda Xitoy Kommunistlar Partiyasining sekretari Liu Shaoqi Mao Zedong tarafidan Moskvaga maxfiy evatilib, Stalin bilan bu maxfiy kelishim tuzgan. Şu vaqtda Stalin bu Xitoy Kommunistlar Partiyasiga tezdan Xinjiangni ishg'ol qilinglar, men sizlarga yordam beraman degan va'dalarni bergan, hatto askar chiqarish va'dasini bergan, aeroplan samolyotlarni chiqarish va'dasini bergan. Shu bo'yicha hamma narsa shunday o'rinlashtirish bo'yicha bo'lgan. Shu vaqtda hokim Jabbor Yarullabekov degan kishi bo'lgan, doktor, cho'ng maslahatchi Sovet Ittifoqining cho'ng vakili. Bu kishilar hammasi shu vaqtda qaytib ketdi. Bu oraliq nurg'un voqealar bor. Umuman, endi bu kishilar ayni vaqtida mayli Xilam Xudoberdiyev, mayli boshqalar bo'lsin, shu Uyg'urlar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, hammasi oldidan shu vaqtdagi Sovet Ittifoqi hukumatining o'rinlashtirishi bo'yicha, shularningki plani bo'yicha, shu vaqtdagi siyosiy prinsiplar bo'yicha, shu vaqtdagi Xitoy siyosati, xalqaro munosabatlar siyosati va shu vaqtdagi Xinjiang, Sharq Turkiston yoki Uyg'urlar diyori yoki Uyg'uriston yoki boshqa bir shu nomdagi rayonga bo'lgan siyosatiga xizmat qildirilish nuqtasi bo'lgan. Ular o'z davlati, o'z hukumati uchun sodiqlik bilan xizmat qilgan. Ammo bu kishilar Xilam Xudoberdiyev, uning oldidagi Mirzagul Nasirov va undan boshqa yana bu Said Ahmad Umarov va bu Asim Ibragimov, Mehmonov, bu Abdullayev, Jafar Damullam, bu deymiz nurg'unlagan Uyg'ur ofitserlar Ikkinchi jahon urushidan saqchi. Bizning vatandagi shu urushlarda o'lib ketganda, nurg'unlar shu yerda o'lgan. Germanның o'qlarida o'lmaganlar, oyoqda G'o'ljidan jang maydonlarida o'lganda, Shixo jang maydonlarida. Hammasida bir xil ruh bo'lgan qizg'inlik. Tarixiy vatanimizga ketyapmiz. Tarixiy vatanimizni ozod qilamiz degan ideya bo'lgan. Ulardagi yuksak Uyg'ur millatparvarlik ro'yi bo'lgan. Ular o'z vatanining ozodligi uchun kurash qildi. Ana vatanning, ya'ni bovullarning-da. Chunki 1881-83-yilda ularning bovullari ili diyoridan Yetsu vadillari ko'chib chiqqanda ko'p sonliklar, ko'p sonlik Uyg'urlar. Garchi bir qism Uyg'urlar bo'lsa-mu, rayonlarda, masalan, Qorg'os daryosining yendiki joylarda bo'lgan, Ketman tog'lari atrofida. Ammo yana ko'p sonlik Uyg'urlar shu vaqtda Rumyansevning ma'lumotlari va boshqa ma'lumotlar bo'yicha ko'chib chiqqan. Shularning avlodlari, ularning hammasida o'zlarining ona vatani, ona tarixiy vatanini seg'inish tuyg'usi shular uchun xizmat qilish bo'lgan. Bu ideyalar Mirzagul Nasirovlarda nihoyat kuchli bo'lgan. Hatta bazı tarixiy uchurlarga qaraganda, G'o'ljidagi Sovet Ittifoqining shu general Yegnarov boshchiligidagi bu Iskandar, Zakir degan odamlar bo'lgan. Zakirning ismi bu Petr Savinov, Iskandarning Ivan Ivanovich Ivanov va Olmutada yashab vafot bo'ldi uzun yillar, 70-yillar. Zakir Krasnodarda yashadi, Qirg'izistonda. Ular shu yerlik tillarni, Uyg'ur, o'zbek tillarini yaxshi biladi. Ular o'zlariga yerlik ismni qo'yib olib, Uyg'urlarning shu vaqtda qozoq va boshqalar bilan birga yurib, inqilob qatnashib xalq ishongan, Sovet hukumatidan zo'r umidlarni kutgan mayli Ahmadjon Qosimiy, mayli Ilhom To'ra va boshqalar bo'lsin. Ammo keyingi vaqtlarda bu Stalinning strategik planlarininki bu oqibati shu vaqtda xulosalarni chiqardi. Qisqasi bu Uyg'urlarda kuchli milliy ideya bo'lganligi uchun shu Sovet Ittifoqining odamlari, ya'ni shu Uyg'urlarni shuning ichidagi yil oqidan tekshirish olib borgan ularningda. O'zinglar bilasizlar, u vaqtdagi NKVDlarning nima ish qilganligini. Uni men demasam-mu, Sovetning filmlari hozir ko'rsatyapti. Nima ishlarni qiladiganligi, bu armiya razvedkalarining va boshqalarning qanday faoliyatlarni qiladiganligini, bir-biridan gumon qiladigan, bir-birining oqsidan soladaganda, shu Uyg'urlarga Mirzagul Nasirovlar va boshqalardan yana gumon qilgan. Bular Uyg'urga, cho'qim bularda bir xil ideyasida o'zgarish oldimi, bo'lmadimi deb. Ashunda. Chunki ularni nima uchun biz tashlab ketamiz? Nima uchun bu shunchalik janglarni qilib, g'alabani qilib, oxirgi hisobda bu mag'lub bo'layotgan Xitoy Gomindan hukumati bilan nima bu suhbat bo'ladi ekan? Nima qurol tashlaymiz? Nima bu Sovet hukumati bergan qurollarning hammasini qaytarib deydigan ularni bir xil echinish bo'lganda tabiiy bo'lgan narsa. Ularning hammasida bir xil o'z millati uchun, o'z rayonining ozodligi uchun, o'z ona vatanining ozodligi uchun bir xil milliy ideya bo'lgan. Xilam Xudoberdiyev akalarda ana shu ideya bo'lgan. Shuning uchun umrining oxirigacha ular ana shu ideya bo'yicha yashadi. 1952-yilda Xilam Xudoberdiyevni yana bir qatim shu vaqtdagi Moskva hukumati Xinjiang o'chog'ida Uyg'ur avtonom rayoni qurilmagan o'lkalik hukumat deymiz, shu
Ma'rif nəşriyatıga, ya xalq nəşriyatıga məsləhətçi qılıb ivədi. Şu vaqtda da həmmənlərə aydın bolğan yana bir Sovet İttifaqıdakı məşhur ataqlıq Uyğur ba, Tursun Rahimov deyilgan. Tursun Rahimov'u ivətib o kişimi şu vaqtda Komünistlər Partiyası komitetida bir məzgil məsləhətçi olğan bu iki kişi tuğandan keyin bular həmmisi qaytib ketdi. Xilam Xudoberdiyev qaytib ketgandan keyin taki 60-cı illarda Sovet Xitoy münasibətlərinin qayta buzilishi, raqobatlashishi, ikki taraf orasidagi bu raqobat davri boshlangandan keyin bu O'zbekistondagi Toshkent radiosining qaytadan asliga kelishi asli 47-yili qurilgan. Bu dal shu siyosiy byuroning qarori bo'yicha qurilgan. Shu vaqtning o'zida Osman Mamataxunov degan kishilar Toshkentdagi Uyg'ur ziyoli ishlagan. Bu 43dan boshlab Toshkentda Sovet hukumati Sharq haqiqatini chiqadi. Shu vaqtda bizning Uyg'ur ziyolilarimizning hammasini jalb qildi. Qozoq elini chiqadi Olmaotada keyin. Buningga shu vaqtdagi mashhur Uyg'ur ziyolilarining hammasini bu şu vaqtdagi Sharq Turkiston yoki Uyg'urlar diyoridagi bu milliy ozodlik inqilob masalasiga bog'lagan. Qadir Hasanov, Abdumajid Ro'zibaqiyev, Sharq haqiqatning Arshiddin Hidoyatov, birinchi Uyg'ur tarix fanlari doktori Arshiddin Hidoyatov, Uyg'urlar tarixi. Ahmedjon Qosimiy Arshiddin Hidoyatovdan keyin ikkinchi qatim tarix fanlari kandidati bo'lgan adam. Ikkinchi kandidat nauk tarix fanlari kandidati Ahmedjon Qosimiy. Onun söz nutuklarında çıkıp durdu. Moskvada kandidat, tarih fanları kandidat unvanını ağan o kişi. Tuncu Uyghur tarih fanları alımlardan biri. Demek Şarkı Türkistan inqilabıga Ahmedjon Qosimiydek yüksek nazariyege ega, bilimge ega, tarih bilimige ega bolgan bir kişi rahbarlık qilgan. Adetli bir adam emas. Şuna bu Xilam Xudoberdiyevning o'z aslimizda Ahmedjon Qosimiydek bundaq erboblarla birga ishlaganligidan o'zini intayin baxt his qildiganligini eskartadi aslimizda. O kişinin Ahmedjon Qosimiyga bergan bu yüksek bahasıdan her birimizningki qandaq baho berishimiz aydın demeklik mana bunu. Demek bu 60-cı yıllarda Özbekistan'da bu radyo komiteti qarmog'ida Uyg'ur ansamblini qurish, 12 muqamni qaytadan asliga keltirib, bu Uyg'ur muqamchilarini yig'ib, Uyg'ur 12 muqamini rivojlantirish, bularning hammasi qo'shgan to'pisi Uyg'ur madaniyati, san'ati bu hech qachon tarixda unutilmasdi. Shunga mening xulosam, garchi bu Xilam Xudoberdiyevning hayotidagi bu 4 yillik, 2 yillik Sharq Turkiston Cumhuriyetining tarixiy hayoti Moskvaninki bir vakili sifatida faoliyat bo'lgan bo'lsin, amaliyotda u bir Uyg'ur milliy ro'yi bilan o'zining asli shunqarliq dedinglar-ku, shunqarliqning eng tegi yana nalik, yana ililliq-ku. Shunqarliqning tegi. Demek aş bavullarının makamı bo'lgan shu zamini uchun o'zini beg'ishlash bir ro'yi bilan yaşagan bir adam axir. Mening tushunishim shu. Mening so'zim tugadi, rahmat.